Assalomu alaykum qalban yaqinlarim. Bizlarni doimo kuzatib borishingizdan juda mamnunmiz. Har biringizning vaqt ajratib, qo'llab-quvvatlaganingiz biz uchun juda katta motivatsiya. Agar ushbu chiqarayotgan hikoyalarimiz sizlarga manzur kelayotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Like bosing, izohlarda o'z fikrlaringizni albatta qoldiring. Aynan sizlarning fikrlaringiz bizga yangi videolar yaratishda ilhom beradi. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz orqali kanalimiz yanada rivojlanadi. Biz esa yanada yaxshi kontent tayyorlashga harakat qilamiz. Barchangizga kattakon rahmat. Bizdan uzoqlashmang. Telba qalblar. Muallif Choliqushi. Bo'lib o'tgan voqealardan so'ng Imron Muxlisani qattiq quchdi. Unda meni hech qachon tashlab ketma. Doim yonimda bo'lishingni xohlayman, deya Imron takror bag'riga bosdi. Bu so'zlarni eshitib, ko'zlarimda yosh mavjlandi. Bu baxt ko'z yoshlari. Hozirgi hissiyotimni so'z bilan ta'riflay olmayman. Imron Muxlisani bag'riga bosib, iforini tuyar ekan, bor dardini, alamini unutganday bo'ldi. Bu qiz hayotiga o'zi kutmagan, bilmagan holda kirib keldi va o'zi sezib ulgurmay, unga bog'lanib ko'ngil ham qo'ydi. Imron bilan birgalikda nonushta qildik va nonushtadan so'ng shifoxonaga bordik. Sizni ishingizdan qoldirmayapmanmi? Hijolatli qaradim. Yo'q, sen uchun doim vaqtim bor. Imronning bu gaplari telba qalbimga doimgidek yoqib, meni hayajonga solib, yuzim qizarishga sabab bo'lgandi. Unchalik vahimali joy yo'q. Shu dorilarni vaqtida qabul qilsa, hammasi o'tib ketadi, dedi shifokor. Aytdim-ku, vahima qilmaylik deya, dedim shifokor huzuridan chiqarkanmiz. Baribir ham kelganimiz yaxshi bo'ldi. Ko'nglim xotirjam bo'ldi. O'z quloqlarim bilan yaxshiligingni eshitib. Endi men qo'shimcha darsimga boray. Siz esa ishingizga. Avval dorilarni olaylik. Axir kech qolmayapsizmi ishga? Muxlis, kech qolyapman dedimmi? Tez yurchi dorilaringni olib ko'z oldimda ichasan. Keyin seni tashlab qo'yaman. Xo'p, deya jilmaydim. Ishga keldim-u, hech nimaga hafsalam yo'q edi. Xolid Bunyodga qarashimni taqiqlagandi. Ammo Bunyod unga mendan boshqasi qarashini istamay, rosa janjal qilibdi. Unga o'zim qaramasam, kasali zo'rayib ketadi deya o'yladim-da, Bunyodning xonasiga bordim. Muyassar keldingmi? Menga yomon bittasi qaradi. Sen nega ketding? Ketmadim, shu yerda edim, Bunyod. Unda nega chaqirsam kelmading? Seni juda sog'indim. Bunyodning samimiy gaplariga jilmayib qo'ydim. Shunday yigita, sog'lom bo'lganda bir qizni baxtli qilib, o'zi ham baxt nimaligini his qilardi. Ba'zida Bunyodga achinib ketaman. Bunyodga dorilarni ichirib, ovqatini ham berdim. Keyin tashqariga sayrga olib chiqdim. Sayr qilib kulishib yurarkanmiz, Xolid va adashim kelayotgan ekan. U Muyassarga bu yerda nima bor? Asablarim chiqib ketdi. Uyda asabimga tekkandi. Endi bu yerga ham boshlab kelibdi. Demak, shunaqami Xolid janoblari? Hozir mendan ko'rasiz. Bunyod, hali menga tegasanmi deganding? Men roziman, dedim ovozimni balandlatib ataylabdan. Xolid o'zi meni Bunyod bilan ko'rgan vaqti yuz ifodasi o'zgargandi. Bu gaplarimni eshitib, qoshlari chimirildi. Xolidning qoshlari chimirildi, gaplarimni eshitib. Rostdanmi? Rozimisan? Bunyod o'zida yo'q xursand bo'lib, sal qolsa meni quchib olardi. Ammo yo'l qo'ymadim. O'zim ohista quchib qo'ydim va darrov qo'yib yuborib, Xolidga qarab ham oldim. Shabnam, deya ichkariga qarab baqirdi Xolid. Xolid, bu qiz kim sizlarga? Kim bo'ladi? Ota tarafdan qarindoshingizmi rostdan? Muyassar hayron bo'lib qaradi Xolidga. Bu paytda Xolidning qo'llari musht bo'lib turardi. Bunyod sog'lom yigit bo'lganda alamini olardi. Kasalligi sabab bor jahlini ichiga yutdi. Ha, dadam aytdi-ku qarindoshim deya. Sen bu yerga kelaman deding. Mana kelding, endi keta qol. Labbay Xolid Ravshanovich. Bu orada Shabnam Xolidning ovozini eshitib yoniga kelgandi. Senga nima degandim? Bunyodga qara degandim-ku. Ha degandingiz,
Lekin Bunyod qaysarlik qilib turib oldi. Menga Muyassar qarasin deb salkam kasalxonani boshiga ko'tardi. Shunga qarayapti Muyassar. Yaxshi, boraver, deya Xolid atrofga, bemorlarga hissiz qarab turgan Muyassarga qaradi. Ketasanmi? Ha, ketaman. Bu jinnilarning orasida bo'g'ila boshladim. Bekor kelibman. Bilsang, bu jinnilar ham o'z-o'zidan bunday bo'lib qolmagan. Ha, mayli. Tushunishni istamagan baribir tushunmaydi. O'zing yetib olarsan, men ishlarim ko'p edi, deya Xolid ichkariga kirib ketdi. Xolid! Muyassar Xolid deya qolib ketdi, turgan joyida. Nega keldim o'zi? Deya Muyassar orqasiga o'girilib keta boshladi. Hoy qiz, meni ham olib ket. Meni ham olib ket. O'zing bilan. Qoch, bor, ket. Muyassar qarshisidan chiqqan yoshroq qizga yuzini bujmaytirib qaradi-da, tez yurib shifoxonadan chiqib ketdi. Rostdan boradigan joy topolmayapman. Uzog'i bilan bir hafta yashab turay uyingizda, lekin ijara pulini keyinroq beraman. Qanaqa ijara puli, Samira? Hech qanday pulingiz kerakmas. Biram yaxsan, Muxlisa. Rahmat senga. Samira bilan qo'shimcha darsga qatnay boshlagach tanishdim. Mendan 3 yosh katta, hatto Muyassar opamdan ham 1 yosh katta. Opa deyishimga qo'ymadi va sizlab chaqirardim shunda ham. Uyi qishloqda, shaharga o'qishga tayyorlanish uchun kelibdi. Ijarada turgan uy egasi ijara pulini qimmat qilib qo'yibdi. Samirani sharoiti hozir buni ko'tara olmas ekan. Shunga bizni uyimizda turishini iltimos qilib so'radi. Unda men Imron akamdan so'rab ko'ray-chi, deya telefonimni olib Imronga qo'ng'iroq qildim. Samirani yonida Imron demadim. Imron akam deya qoldim. Aslida hali nima chaqirishni bilmayotgandim. Bir haftagina turmoqchi ekan, agar xo'p desangiz, dedim Imron telefonni ko'targach. Xo'p, kelaversin. Imron Saidovich, bizga ham vaqt ajratasizmi? Deya ingichka ovozli qiz bolani ovozi eshitildi. Imronni yoniga kimdir kelganda. Menga ham eshitilib turardi. Mayli, keyin gaplashamiz, deya Imron shoshgancha telefonni o'chirdi. U kim bo'ldi ekan, deya o'ylanib qoldim. Nima dedi? Xayollarimni Samirani ovozi to'zg'itdi. Kelaversin deb aytdi, dedim sekingina. Bunyod o'zida yo'q xursand. O'tirsam ham, tursam ham mendan ajralmay yuribdi. Har zamonda holatga duch kelib qolsak, unga qaramaslikka harakat qilib yonidan o'tib ketaman. Uning jahli chiqayotgani yuzidan ma'lum. Bu holatda faqatgina kulib qo'yardim. Men xursandman, men baxtliman. Muyassar, to'yimizni qachon qilamiz? Ayta qol, qachon qilamiz? To'yimizga ko'p odamlar keladi, shundaymi? Maza qilib o'ynaymiz. Men kuyov bo'laman, sen esa chiroyli kelin bo'lasan. Atrofimda parvona bo'lgan Bunyod shu so'zlarni aytardi. Qaniydi, butunlayga sog'ayib ketsang-ku, birorta yaxshi qiz topib, baxtli hayot kechirsang. Bunyodni baxtli yashashini xohlayman doim. Holatni rashkini keltirish uchun Bunyodga yolg'on gapirib, hozir juda xijolat bo'layotgandim. Muxlisa, uylaring juda chiroyli ekan. Bir qavatli bo'lsa ham did bilan qurilibdi. Ha, Imron akam dastaklari bilan qurilgan. Eringni didi chakki emas, yana xotin olish bo'yicha ham adashmabdi. Aslida opamga uylanmoqchi edi. Buni eslab biroz boshqacha bo'ldim. Ammo opamga emas, menga uylangani bu taqdir deb o'ylayman. Taqdirimizda shu yozilgan ekan deyman. Taqdirimdan xursandman. Menga Imrondek juft halol berganidan baxtliman. Lekin yoniga kelgan qiz kim edi? Men hozir rashk qilyapmanmi? Ha, bu rashk. Imron tezroq kelsa-yu, kimligini bilib olsam u qizni. Samirani mehmonlar uchun ajratilgan xonaga joylashtirdim. Birgalikda kechki ovqat tayyorladik. Negadir Imron kechikyapti. Ham xavotir ola boshladim, ham xayolimga bema'ni fikrlar kela boshladi. O'sha yoniga kelgan qiz bilan birga bo'lsa-chi? Birdan ko'zimga yosh keldi. Agar shunday bo'lsa-yu, u qiz bilan aloqasi bo'lsa, buni hazm qila olmayman. Muxlisa, ering doim shunaqa kech keladimi?
Yo'q, bugun ishlari ko'payib qolgan shekilli. Gaplashib o'tirarkanmiz, nihoyat Imron keldi. Samirani Imronga tanishtirdim. Ovqatlanasizmi? Sizni kutib ovqatlanmay o'tiribmiz. Aytib qo'yish esimdan chiqibdi. Ovqatlanaveringlar, kutmanglar deya. Meni qornim to'q. Bemalol mehmon dugonang bilan ovqatlanaveringlar, deya Imron xonasi tomon ketdi. Samira Imron xonasiga ketgan bo'lsa ham ortidan hamon qarab turardi. Nima bo'ldi? Samira? Hech nima. Samira gapimdan bir sapchib tushgandi. Xuddiki xayollari buzilgan insondek. Nima yeganimni bilmayman. Imron shu kirganicha xonasidan chiqmadi. Samira bo'lmaganda allaqachon so'rab bilardim. Lekin uning yonidan turib ham keta olmayman. Ovqatlanib bo'lib, tez-tez idishlarni yuvdim. Samira, siz xonangizga kirib, bemalol dam olavering. Mayli, yaxshi dam olinglar, deya ketdi Samira. Men ham idishlarni yuvib, oshxonani tartibga keltirib, Imronni yoniga shoshdim. Xonaga kirsam, telefonda kulib gaplashayotgan ekan. Mayli, ertaga yana ko'risharmiz unda, deya telefonni o'chirdi. Kim bilan bunchalik xursand gaplashyapti? Kim bilan uchrashadi? Muxlisa, kel, nega turibsan? Kelganingga qaraganda, bugun shu xonada uxlaysan. O'zim bormaganimga Imron keldi yonimga. Senga nima bo'ldi? Dorilaringni ichdingmi? U qiz kim edi? Dedim u, darrov ko'zimga yosh keldi. Qaysi qiz? Bugun gaplashayotganimizda yoningizga kelgan qiz. Ha, umi? Shoshma. Hozir meni rashk qilyapsanmi? Imron belimdan qo'lini o'tkazib o'ziga tortdi. Yo'q, shunchaki qiziqdim, dedim. Yaqin turganimiz uchun gaplarimni ham esdan chiqardim. Menga unaqa tuyulmayapti. Imron yuzimga tushib turgan sochimni qulog'im orqasiga o'tkazdi. Rashk qilishlaring menga yoqyapti. Oramizda deyarli hech qancha masofa qolmadi. Xuddiki Imron o'ziga sehrlab olgandek jim turardi. Muxlisa, Samirani ovozini eshitib, ikkimiz ham eshikka qaradik. Qaraychi, ketmaysan, deya Imron qo'yvormadi. Chaqirib uxlab qolibdi deb ketib qoladi. Axir mehmon bo'lsa, uyat bo'ladi chiqmasam. Darrov qaytsang qo'yib yuboraman. Qaytaman. O'sha qizni kimligini aytasiz? Xo'p, aytaman, faqat tezroq kel, deya Imron yuzimdan o'pib qo'ydi va qo'yib yubordi. Hayajondan kipriklarim pirpirab, yuzim qizardi. Ajib hislar qurshovida xonadan chiqdim. Muxlisa, uzr, seni ham bezovta qildim. Hech qisi yo'q. Nimadir kerakmi? Haligi men tunlari o'zim yolg'iz yota olmayman. Uyda ham, ijaradagi uyda ham yonimda sherik bo'lardi. Shunga men bilan yot demoqchi edim. Bo'lmasa, yolg'iz bo'lsam, tuni bilan uxlolmasligim aniq. Sendan ming bor uzr so'rayman. Hali ering nima deydi? Hech nima demaydi. Mayli, siz bilan birga yotaman. Rahmat senga. Yaxshiyam borsan. Bir hafta menga chidab tursang, ketaman. Tunlari ham bezovta qilmayman. Unaqa demang, hech bezovta qilganingiz yo'q. Men hozir o'zimga choyshab olib chiqay, boraman. Siz xonangizga boravering. Yo'q, bora olmayman, seni kutaman. Xo'p, deya xonaga kirdim. Shkafdan choyshab olayotganimni ko'rgan Imron hayron qaradi. Qayerga? Samira tunlari yolg'iz yotolmas ekan. Shunga birga yoting, dedi. Men-chi? Meni yolg'iz tashlab ketasanmi? Samira mehmon bir hafta chidasak ketar ekan. Lekin men seni qo'yib yuborgim yo'q-da, deya Imron joyidan turib yonimga keldi. Ammo majburmiz. Bunday qilsang-chi, dugonang uxlab qolgach, xonamizga kelgin qochib. Mayli, deya jilmaydim. Kelib so'rayman kimligini, dedim-da, eshikka yetganimda. Rosa qiziqsang, kimligiga tezroq kel, dedi. Xo'p, deya xonadan chiqib, Samirani xonasiga bordim. O'zim olib borgan choyshabni yopingancha uxlashga yotdim. Agar Samira kelib qolmaganda nimalar bo'lishini o'ylab, uyalganimdan yuzim qiziy boshladi. Endi Samirani uxlab qolishini kutishim kerak.
Bugun Dilorom opa va Nodira aka chet eldan qaytishadi. Men ham Dilorom opani hurmati uchun yana bir bor shu xonadonga keldim. Dilorom opa va Nodira aka bilan salom alikdan so'ng asosiy mavzu, ya'ni adashim ikkimizni mavzuyimiz boshlandi. Adashim Muyassarni tanishtirishdi ularga. Men jim edim. Dilafurzni ko'targancha jim turardim. Biz ikkita yangilik bilan keldik. Nodir ayoliga qaradi. Dilorom opa jilmayib qo'ydi, yerga qaragancha. Qanaqa yangilik ekan o'g'lim? Birinchisi qizimiz tuzalib ketgani, yana biri esa sizlar yaqinda yana bobo buvi bo'lasiz, dedi Nodir. Tabriklayman, deya Dilorom opani quchdim. Nuriya xonim, Ravshan amaki, Xolid, Hamid hammasi yangiliklarni eshitib tabriklashdi. Nuriya xonim ham Dilorom opani quchib qo'ydi, tabriklab. Bundan Dilorom opa xursand bo'ldi. Dilafurga ukacha kelarkanda, qanday yaxshi. Sen ham bolani olgin Muyassar, o'ynatgin. Yaqin kelajakda farzandli bo'lsang, bolaga qarashni ham o'rganib qo'y, dedi Nuriya xonim. Xola, menga bolachalar, ularga qarash yoqmaydi. Shovqinidan boshim og'riydi. Men turmushga chiqsam, kamida 5 yilgacha bolali bo'lmayman. Hammamiz unga qaradik. Kimdir tirnoqqa zor, kimdir bolali bo'lishni xohlamaydi. Muyassarning bu gaplarini eshitgan Nuriya xonimni yuz ifodasi birdan o'zgardi. Kulib turgan yuzi darrov jiddiylashdi. Telba qalbimning sohibi esa yonimga kelib, Dilafurzni qo'limdan oldi. Qizaloqni olar ekan, ko'zlarini mendan uzmay demasdi. Atrofdagilardan xijolat bo'lib, Xoliddan ko'zlarimni olib qochdim. Nega bunaqa qaraydi-ya? O'zi shunaqasiga ham oldida xijolatdaman. U nega menga gapirmaydi-yu, mehr to'la nigohlari ila qarab, telba qalbimni azoblaydi. To'g'ri, Xolidga ham osonmas. Axir uni aldadim. Lekin bir bor nega shunday qilding demadi. O'zi meni sevarmikin? Sevmasa nega menga mehr bilan qaraydi? Savollarim miyamda aylanar, lekin javob topolmayotgan edim. Shirinim, amakisini malikasi. Xolid Dilafurzni mendan olib erkalatib yuzidan o'pdi va Dilafurzni ko'tarib adashimni yoniga bordi. Qara qanday shirin qizaloq, balki erkalab ko'tarib ko'rarsan, keyin aniq seni ham farzandli bo'lging kelib qoladi. Bu nimasiya? Nimalar qilyapti bu yigit? Ataylabdan qilyaptimi yoki ko'rganlarim hammasi haqiqatmi? Farzandli bo'lishni xohlab qolasanmish. Bu yoqni Nuriya xonim ikkisidan ko'zini uzmaydi. Ha, yo'q, kerakmas dedim-ku, deya adashim Dilafurzni o'zidan itardi. Shu qilig'iga judalar jahlim chiqdi. Borib boshiga bir urgim keldi-yu, o'zimni zo'rg'a bosdim. Axir shunday asal qizni erkalatishni xohlamay rad etib bo'ladimi? Aytdim-ku, Xolid, menga bolachalar yoqmaydi. Yaxshisi, men yota qolay, shovqindan boshim og'riy boshladi, deya turib ketdim Muyassar. Bu holatdagi Nuriya xonimni yuz ifodasini ko'rib, miriqib kulgim keldi negadir. Ammo kulgimni sirtimga chiqarmadim. Shu yerda ham u ayolni hurmat qilib kulmadim. Dilorom opa, siz uchun xursandman, dedim, jilmayib. Hamma xonasiga kirib ketgan, men va Dilorom opa hasratlashib dardlashib o'tirardik. Ammo men siz uchun xafaman, Muyassar. Sizni rostdan singlimdek yoqtirib qolgandim. Ketmasangiz juda xursand bo'lardim. Bir kun shunday bo'lishi aniq edi. Mana hammasi oshkor bo'ldi. Ravshan amaki olib qolmaganda ketar edim. Xolidchi, u nima bo'ldi? Axir sizlar hech nima bo'lmaydi. Avval qanday yashagan bo'lsak, shunday yashayveramiz. Men ketaman. Xolid adashimga uylanadi. Men keldim-u, Nuriya xonimning rejalarini buzdim. Endi bunday bo'lmaydi. Rejasi kelgan joydan davom etadi. Qaydim sizni yoqtiradi, bilaman. Siz ham, lekin hozir nega bunaqa bo'layotganiga tushunmayapman. Opa, bo'ldi, o'ylamang. Men bir qarorga kelib bo'lganman. Dilnoza erini kutdi. Kechga nishonlaymiz deganiga umid ila kutdi. Fozil esa uyga kech va mast holatda keldi. Oyog'ida zo'rg'a turardi. Dilnoz, Dilnoz, seni sevaman Dilnozim, Fozil baqirgancha uyga kirib keldi. Bu nimasi? Dilnoza erining ahvolini ko'rib, tezda borib yiqilmasligi uchun suyangancha xonasiga bir amallab
olib kirib yotqizdi. Dilnoz, rahmat senga. Menga yana bitta farzand sovg'a qilayotganing uchun rahmat. Bugun nishonlaymiz degandim, nishonladim Anna bilan. O'ziyam yomon ofatijonda. U bilan bo'lsang, umuman zerikmaysan. Juda zo'r narsa. Dilnoz erining gaplarini eshitib, bo'g'ziga nimadir tiqildi. Yig'lay desa, ko'z yoshlari chiqmaydi. Fozil g'udrana uxlab qoldi. Dilnoza Fozilni boshida qancha turdi bilmaydi. Sekin xonadan chiqdi-yu, bolalarini yoniga bordi. Bu dunyodagi yagona ovunchoqlari ular. Hayotga yashashga qiziqishi qolmagan bu damda farzandlariga qarab yana umidi paydo bo'lardi. Dilnoza o'g'illarini quchgancha uxlash uchun ko'zlarini yumdi. Tezroq uxlab qolsa-yu, qalb og'rig'ini his qilmasa. Ertalab Imron ovozdan uyg'onib ketdim. Muxlisa, nega kiyimlarim dazmol qilinmagan? Qanisan? Eringni ishga kuzatmaysanmi? Tezda joyimdan turdim. Uxlab qolibman, lekin hali ishga ketishga vaqtli-ku. Nega baqiradi? Samira uxlab yotardi. Tez xonadan chiqdim. Nega baqirasiz? deya zalda turgan Imronni yoniga bordim. Yolg'onchi, yurchi bu yoqqa. Imron qo'limdan tutib xonamizga olib kirdi. Nimalar qilyapsiz? deya jilmaydim. Axir hamma kiyimlaringiz toza, dazmol qilingan bo'lsa. Bilaman, deya Imron o'ziga tortib bag'riga bosdi. Bu gaplarni ataylab aytdim-da, dugonang eshitsin deya. Erini jahli yomon ekan deb bugun yonida olib yotmasmidi? Endi chidaymiz-da. Sen aldoqchi qiz, nega kelmading? Uxlab qolibman, lekin bu kecha bunday qilmayman. Nima qilasan? Imron bag'ridan chiqarib ko'zlarimga termildi. Ko'zlariga qaradim-u, bir zumda gaplarim ham yodimdan chiqdi. Hayajondan. Imronni ko'zlariga qarab aytadigan so'zlarim ham yodimdan chiqdi hayajon bosib. Nima qilasan? Takror so'radi. Imron pirpirayotgan ko'zlarimdan ko'zini uzmay. Bunday qarab tursangiz, gaplarim ham yodimdan chiqib qolyapti. Axir bu ko'zlarga qaramaslikning iloji yo'q-da. Meni tobora o'zingga maftun qilyapsan, ohu ko'zlikim. Imronni har bir aytayotgan gaplari telba qalbimga juda yoqib, meni ham yana o'ziga bog'lab olayotgan edi. Imronning nafasi yuzimga urilar ekan, ko'zlarimni yumib oldim. Yanami? Nimadir bo'ldi shekilli. Imron ikkimiz Samirani baqirganidan birdan sergak tortib, yana eshikka qaradik. Bor qarachi, deya Imron xuddi jahl qilgandek meni qo'yib yubordi. Men nima qilishni bilmay, bir pas joyimda turdim-u, xonadan chiqdim va Samirani xonasiga bordim. Nima bo'ldi, Samira? Bir burchakda qaltirab turgan Samiradan so'radim. Sichqon bor ekan. Nima? Uyimizda sichqon yo'q edi-yu? Hayron xonaga nazar tashladim. Bilmayman men ham. Men ko'rdim. Sichqonlardan juda qo'rqaman, deya ko'zlarini mo'ltillatib qaradi. Va Muxlis, sizlarni ham bezovta qildim. Kechir, dedi Samira. Hech qisi yo'q, deb Samirani tinchlantirib, xonadan chiqdim-da, yuz qo'limni yuvib, Imronni yoniga bordim. Bu paytda Imron ishga ketish uchun tayyorgarlik ko'rayotgan ekan. Ketyapman. Telba qalbimni sohibini tashlab ketyapman. Ko'zlarimda to'la yosh. Bu qiyin bo'lsa ham shunga majburman. Nega bu tavakkal ishga qo'l urdim? Bu yerlarga kelmaganimda bunchalik azoblanmasdim. Hozir shu on Xolidni ketma deyishini shunchalar kutyapmanki, ammo u yo'q. Ko'zimdan dumalab tushgan ko'z yoshlarimni artdim-u, men uchun qadrdon bo'lib qolgan uyga bir qaradim-u, ortimga qaramay keta boshladim. Ammo qaragim keldi. Men kutgan inson chiqarmikan deya takror qaradim ortga va ko'zim Dilnoraga tushdi. U bitta yigit bilan uning mototsiklga o'tirgancha ketdi. Bu holat menda shubha uyg'otdi. Anchadan beri bu yigitdan shubhalanib, Dilnorani ogohlantirdim. Ammo u menga quloq solmadi. Hozir ham Dilnoraga nimadir bo'lishini yuragim sezdimi bilmayman. Darrov taksi to'xtatib, ularning ortidan tushdim.
Dilnura va yigit hech to'xtay demasdi. Men taksichiga izidan qolmasligini aytib, ularni kuzatib borardim. Oxiri shahar chekkasida domlar bor ekan. O'sha yerga to'xtashdi. Men ham bildirmasdan poylab boraverdim. Bu yerda nima qilishar ekan? Bu kimning uyi? Yigitningmi? Ularni ortidan ichkariga kirdim. Ammo kvartirasiga kira olmadim. O'ylay politsiya chaqirishga qaror qildim. Nima bo'lsa bo'lar, balki bu yigitning niyati rostdan yomon bo'lsa-yu, bu yerga Dilnurani aldab olib kelgandir, deya tezda politsiyaga qo'ng'iroq qildim va kuta boshladim. Politsiya kelgach, ikkisi kirgan kvartirani ko'rsatdim. Nima bo'lsa ham kech qolmagan bo'laylikda. Agar men o'ylagan narsalar bo'lsa bormi? Politsiya eshik qo'ng'irog'ini chaldi. Men ham ularning yonidaman. Keling, deya eshik ochgan yigit dovdiradi. Sizning ustingizdan shikoyat tushdi. Ichkarini tekshiramiz. Qanaqa shikoyat? Men nima qildim? Ichkariga kirsak bilamiz-da. Men hech nima qilmadim, deya yigit endi eshikni yopayotganda politsiya xodimi to'xtatdi. Hech nima qilmagan bo'lsangiz, nega qo'rqyapsiz? Deya yonidagilarga ishora qildi. Ikkita yigit ichkariga kirdi. Bu yerda hushsiz bir qiz bor deyishdi.